Bu favchilar bilan hazillashib bo'lmaykan. O'ta seriozli odam ekan ha bular. Qayerdir yo'lga chiqishdan oldin hisob kitobini qilib, keyin yo'lga chiqadi-da bular. Даже borgan joyidan qaytishga ham yuk tayyor. Bugungi obzorda FAV G6L 240 ot kuchli Hichay dvigatel bilan jihozlangan FAV furgoni. 51 kublik kuzovda, yon tomonda ham darvozalari mavjud. Aziz do'stlar, ushbu furgonga bemalol gaz tushadi. FAVchilar yuragidan joy olgan ikkita spanli furgonimiz obzorda. Uzunligi 8,5 metr, eniga va balandligi 245. Aziz do'stlar, bemalol ikkita 3ta klientning yukini olib, yon tomonlari ham ochiladi, umuman qiynalmaysiz. 400 litrli dizel bak. Xohlasangiz 70 ga 30 gaz o'rnatish ham mumkin. 6 ga 4 furgon 12R 22,5 shinalar bilan jihozlangan, albatta mягкий beskamir shinalar bilan. Keling, salonga sayohat qilamiz. Yozning chillasida kim konditsionerli mashina xohlamaydi? Garnitorimiz mavjud. Ikkita spanlidan iborat bo'lgan FAV G6 ni salondamiz. Aziz do'stlar, 3 kishilik o'rindiq, shofyor bilan birgalikda mana xohlasak o'rindiq sifatida ham ishlatishimiz mumkin. Qulayliklar juda ham ajoyib. 8 ta pog'onali skors bilan jihozlangan. Aziz do'stlar, bemalol konditsioner, xo'p, mana klimat kontrol ham mavjud. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Garnitorimiz hamda tabloda barcha signallar mavjud. Soatiga 140 km favchilar bosamiz. Shofyor akalar uchun qulayliklardan biri, o'zimizga o'rindiqni bemalol moslab olamiz. O'rindig'imiz vazdushniy hamda 3 ta javon mavjud mana. Juda ham ajoyib. Aziz do'stlar, obzor manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosamiz, podpisatsiya bosamiz, narxi kommentariyada mavjud. Kuzatishda davom eting. Yangi texnikalar va obzorlar Roat Star Transda. Roat Star Trans sifatli, ishonchli va albatta samarali.